Ta'zim. To'lqin Rasulov. Hassasini do'qillatib kelayotgan Qosim bobo bolalar to'p o'ynayotgan maydonchada bir oz to'xtab qoldi. U oppoq soqolini silab, kichkintoylarning terlab pishib chopayotganiga havaslanib qarab turdi. Shu payt to'p tepayotgan bolalardan birining apil-tapil non yeyotganini ko'rdi. 3-4 ushoq tushganida uning o'siq, oppoq qoshlari chimirildi. Bobo o'sha tomonga borib yerdagi non ushoqlarini tera boshladi. Farhod ziyrak bola emasmi? Buni ko'rib bir zum qotib qoldi-da, so'ng o'rtog'iga qarab qichqirdi. "Zokir, to'xta! To'xta deyapman!" Zokir Farhodning ovozini eshitib taqqa to'xtadi. Farhod unga Qosim boboni ko'rsatdi. Hammalari Qosim boboni o'rab olishdi. "Nima qilyapsiz, bobojon?" dedi Zokir achinib. "Biror narsangizni yo'qotdingizmi?" Bobo Zokirga qarab kulib qo'ydi. "Hech nima yo'qotganim yo'q, bo'tam. Non uvoqlarini terayapman." Zokir jon holatda bo'yini ichiga tortib, qo'lida qolgan bir tishlam nonni orqasiga bekitgan edi. Farhodning jahli chiqdi. "O'ynayotganda ham nonni yeydimi, odam?" dedi xuddi kattalardek. "Nonni uyda o'tirib yeyish kerak." Zokirning quloqlarigacha qizarib ketdi. "Bobojon, siz egilmang, ushoqlarni o'zim terib olaman." Bobo jilmayib qo'ydi. "Egilayotganim yo'q, bo'tam. Men non uvoqlariga ta'zim qilyapman. Axir non qancha odamlarning mehnati, peshona teri bilan bunyod bo'lgan. Men o'sha odamlarga rahmat aytib, ta'zim qilyapman." Boboning bu gapidan bolalar ta'sirlanib ketishdi. Yerdan ushoq qidira boshlashdi.